Assalomu alaykum aziz opa-singiljonlar, kanalim a'zolari. Yaxshimisizlar? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Hammaning xonadoni tinchmi? Bugun sizlar bilan yalpiz tozalaymiz. Bu bizning shebamizda pidina deb aytiladi. Buni hamma bilsa kerak, hamma viloyatlarda buni yaxshi ko'rib tanovul qilsa kerak. Bundan bo'lgan bahoriy taomlarni. Kecha mana dalaga borib ko'pgina qilib terib kelganman. Mana o'z qo'llarim bilan desam. Kecha vaqt bo'lmadi, dalada darrov terib, darrov uyga qaytishga to'g'ri kelib qoldi. Shuning uchun bunaqa nimalar ham bor, tozalab. Mana buni tozalab bunga ajratyapman. Yuvib, quritib, yo o'sha hozir qilinadigan bo'lsa, hozir buni o'zida ishlatsak ham bo'ladi. Quritish uchun, qishga quritish uchun ko'proq terib keldim. Qishda ham buni quriganini issiq suvga solib, iliq suvga solib, yuvib, chopsangiz yo nimadan chopperda qilsangiz ham bo'ladi. Xuddi bahoriy yalpiz qanday bo'lsa, shuni ta'mini beradi bu ham. Xuddi bahorgi taom yeganday bo'lasiz qish kunlarida ham. Shuning uchun ko'pgina qilib terib keldim. Nasib bo'lsa buni tozalab, yuvib, quritamiz. Yalpizdan qaysi viloyatlarda qanday taomlar qilinadi? Viloyatlik opa-singiljonlarimizdan kutib qolaman kommentariyada. Sizlarda qanday taom qilinadi bu yalpizdan va kim xush ko'radi, kimga yoqmaydi bu? Menimcha ko'pchilikka yoqsa kerak. Bilmadim, balki o'zim yaxshi ko'rganim uchun shu fikrdamanmi? To'g'ri, kimlardir yemasligi ham mumkin. Bizda bundan asosan chuchvara qilinadi. Buni yaxshilab chopib, yo o'sha chopperda o'tkazib, keyin toza suvga bir marta yuvib tashlaymiz. Yuvib siqib olamiz suvdan. Chunki bu juda nima deydi? Yalpizni qichqil, achchiq ta'mi bo'ladi. Shuning uchun bir marta joyiga ikki marta yaxshilab yuvib, suvdan siqib olib, achchiq ta'mini ketkazib olamiz. O'tkir achchiq ta'm bo'ladi. Suvga choyib tashlagandan keyin ketadi bu achchig'i. Chuchvarani ham, yalpizli chuchvarani ham hamma joyda har xil qilishganini o'zim guvohi bo'lganman. Yeb ham ko'rganman. Hamma o'zining sharoitidan kelib chiqib, o'zlaridagi qilinadigan har doimgi o'sha urfda qanday qilinsa, shunday qilishadi menimcha. Biz buni hozir mana tozalayapman. Bugun qilish niyatim yo'q-u, biron kun nasib bo'lsa qilib sizlarga video qilib tashlayman buni. Bugun boshqa ishlarim borligi uchun vaqt masalasi bor. Shuning uchun boshqa ishlarim bo'lgani uchun bugun qila olmayman. Biron kun dam olish kuni qilib sizlarga video qilib tashlashga harakat qilaman. Bizda bu yalpizli chuchvaraga ichiga tuxum go'sht, ya'ni qiyma ham solishadi. Qiyma, tuxum, yalpizni aralashtirib qilishadi. Ya'ni bu men o'zim turmushga chiqqan joyda shunaqa qilinar ekan. Oldin qizlik paytimda nimagadir biz yalpiz unaqa ko'p yemaganmizmi? Yo onam qilmaganlarmi uncha ko'p? Balki yaxshi ko'rmaganlarmi? Qizlik paytim asosan yemaganman bunaqa ovqatni ko'p. Yalpizli, ko'kdan qilinadigan ovqatlarni ko'p yeganman-u, endi ko'p yemaganman-da. Hozirgi kelinlik uyimda shunaqa yalpizlardan bahorda qilishar ekan. Tuxum ichiga o'sha qiyma solib, buni aralashtirib, uchalasidan ta'mi shunaqa zo'r bo'ladi. Bir kun nasib bo'lsa, biron kun dam olish kuni sizlarga bundan chuchvara qilib, o'sha aytganimdek qiyma, tuxum, yalpiz qo'shilgan chuchvaradan tayyorlab sizlarga video qilib tashlayman. Sizlarda yalpizdan qanaqa taomlar qilishadi? Nimalar qo'shasizlar ichiga? Masalan, yalpizli chuchvara qiladigan bo'lsangizlar, sizlarda ham qiyma, tuxum solishadimi ichiga? Endi bu ham to'g'ri, hammaning sharoitidan kelib chiqqan holda hamma o'zining sharoitidan kelib chiqib qiladi. Endi demoqchiman, sharoit bo'lsa tuxumli, yalpizli, qiymali
alohida uchovini ham alohida nima qilib qo'shib, ta'mi bir-biriga uyg'unlashib shunaqa zo'r ta'm bo'ladi. Har nasib bo'lsa bir video qilib sizlarga tashlayman bu taom. Yalpizlarimiz mana ikkita tog'ora, kichkina tog'oracha bo'ldi. Endi buni yaxshilab yuvamiz. Qayta yuvib tashlaymiz, sababi bunda nima chang, tuproq o'sha nimalari tushadi. Tuproqlari, yaxshilab kirlari ketguncha yaxshilab yuvamiz. Mana yalpizimizni yaxshilab yuvib tozalab oldik. Qayta yuvganim sababi ichidagi bu kirlar rosa yaxshilab tushib ketish uchun qayta yuvdim. Top-tozagina bo'lgan yalpizni endi bunaqa paxtali matoga ustiga yoyib quritamiz. Soya joyda quritsa yaxshi bo'ladi deyshadi. Shuning uchun har doim soya joyda quritamiz biz. Yaxshilab quriguncha harpini ag'darib qo'lni bilan aylantirib turamiz. Mana aziz opa-singiljonlar, buni yaxshilab yuvib, tozalab, changlardan ketish uchun qayta yuvib, buni mana paxtali maton ustiga bir tekis qilib yoyib chiqdim. Bu hozir vaqtinchalik 3-4 soatdan keyin yana buni joyini almashtiraman. Sababi 3-4 soat ichida bu suvi tagidagi paxtali matonimiz suvini yaxshilab pishib olgandan keyin yana quruqga almashtirib qo'yaman va bundan ham ipqaroq qilib yozishga harakat qilaman, tezroq qurishi uchun. Har kuni vaqtim bo'lganda buni joyini aylantirib, almashtirib turaman. Chunki tagida ho'llari qolib ustida qurisi bo'lib tagidagi chirib qolishi mumkin. Shuning uchun tagiga havo kirgizib, almashtirib, aylantirib joyini almashtirib turaman. Va dam olish kunlari sizlarga o'sha aytgan o'sha mazali zo'r chiqadi degan ishorani qilib kanalimga joylayman videosini. Xudo xohlasa video yoqqan bo'lsa bitta like tugmasini bosib qo'yasiz va kanalimga obuna bo'ling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.